Assalomu alaykum, hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari. Mana bugun Toshkent viloyati Parkent tumani So'qoq qishlog'i Husninagan daralariga kelganmiz. May oyining o'rtalarida biz bu joyga pomidorlariga shu joyiga tepadan shlang o'tgan, shlanggacha Ekstrafos 315 MPK mineral o'g'itini berganmiz. Natijalarini o'rtoqlashgani, pomidorning holatlarini ko'rgan kelganmiz. Mana pomidor ko'rishinglar mumkin, akalar. Mana bu zaret navi, indeterminant zaret navi ekilgan mana bu. Endi hosillavyapti bu pomidor. Deyarli gullarini kam tashlayapti. Juda ham hosillari yaxshi. Asosiy o'g'it sifatida fosforli o'g'itlarning o'rniga berilgan. Kompleks o'g'it mana. Birinchi kistdan уже hosillari ushlagan pomidorni holati. Palagini sal vaqtli qaytaribsiz nazarimda, misol uchun. Sal 3-4 kun kutganingizda yana ham yaxshiroq chaklangan bo'lardi. Palaga qaytargan bir hisobdan yaxshi, anu kichkina hosillari reski yoshligini o'zidan salqinga kiradi-da, chiroyli bo'lib rivojlanadi. Lekin yoyilib turganda apta olib qo'yishi bor, kechroq qaytarilsa, bu taraflari bor. Lekin sal yoyilib tursa, changlanishi yaxshiroq bo'ladi. Hosil baribir 10-15% ga ko'proq bo'ladi. Lekin mayli, juda ham yaxshi. Pomidor holati menimcha ideal darajada desa bo'ladi. O'sish rivojlanishidan juda ideal. Mana g'avlashi, o'sishi, ya'ni rivojlanishi, hosil tugishi juda ham ajoyib darajada. Mana birinchi kisladan ushlagan hosil. Birinchi kistni o'zidan ushlab, qolgan kislar ham mana ushlab boryapti. Natijalarini ko'rib turibsizlar. Juda ham xursand. Endi yana ham buni natijasi qanaqaligini dehqon yana qaytadan shu o'g'itda olsa yoki olmasa bilinadi. Lekin men nazarimda, men bu yil ko'rgan pomidorlarning ichida eng oldilaridan zo'r. Juda ham zo'r. Hozirki bu aynan rosa gullab tugayotgan payti hosili, gul chiqarishi, o'sishda davom etishi juda ham zo'r pomidor. Xudo xolasa pomidor уже hosilini yirilatayotganda mana bu baringlar bunchalik ochiq bo'lmaydi. Hosil yirilash boshlagandan keyin mana baringlar sal bekilishni boshlaydi mana. Transpiratsiyani sekinlashtiradi-da. Hosil juda ham zo'r. Yana pishgandan keyingi natijalarini ham o'rtoqlashib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.